Biznesingizda muammo reklamada emas, balki maqsadda ekanligini bilasizmi? Biz shu paytgacha Magburo, Blank Blue, Nov, Bazalt Uzbekistan va Flowers Garden kabi 50 dan ortiq kompaniyalar bilan ishladik. Va ayniqsa B2B va ishlab chiqarish sohalari bilan biznes razborlar o'tkazdik. Natija shuni ko'rsatdiki, to'g'ri qilingan razborning o'ziyoq biznes egasining oldiga qo'ygan maqsadlarini aniqlashda, ularning ketma-ketligini to'g'rilashda va maqsadga olib boradigan yo'l xaritasini ochib berishda katta yordam beradi. Marketingdagi 9 yildan oshiq tajribam, B2B va retaillardagi кейslarim va qolaversa Akfa Holdingning sobiq tijorat direktori Bahodir aka Hakimov bilan qilgan razborlarimiz ko'plab bizneslarga yordam berdi. Endi esa shu tajriba siz uchun ham ochiq. Keyingi 1 oy ichida razborlarimizga qatnashishingiz mumkin. Faqat shu oy razborlarimiz bepul. Kommentariyada plus belgisini qoldiring va biznesingizni to'xtatayotgan nuqtalarni birgalikda aniqlaymiz.